Kutilmaganda kechqurun adam xolodest uchun matalashka, go'sht, katta qozonlarni olib kelib qoldilar. Bundan hamma e'tiroz bildirdi, lekin men xursand bo'ldim. Domchilik qursidan xolodestning hidi butun uyga tutab ketdi. O'g'lim yaxshi ko'rgani uchun bu protsessni boshidan oxirigacha o'zim turdim. Ertalabgacha ancha qaynab, shirali bo'lib yetilibdi. Choydan keyin shu kastrulkani onam ko'rmaslardan tez bir yoli qilishim kerak edi. Har doimgidek menga Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Bavi kislorodniy очистители yordamga keldi. Kastrulkani Bavi bilan 1 soatga damga qo'yib, Nurmuhammadga dori ichishidan oldin issiqqina quymoq tayyorlab berdim. Nurmuhammadda virusli shamollash bo'lib, ko'zi bilan og'rib qopti. Ko'zlariga dam-badam dorilarini tomizib, tuzalib ertaga bog'chaga ketishidan umidvorman. Bavini qaranglar, kastrulkaga kuch ishlatilmagan holda oppoqini top-toza qilib beribdi, baraka topsin. Xolodesda tuz namaklarini to'g'irlab, sabzi, piyoz, chesnok suyaklarini alohida qilib oldik. Bedini tuxumlarni qaynash jarayonida ustidan 1 osh qoshiq tuz sovorsanglar, tozalayotganingizda osongina tozalanar ekan. Dekorativniy ishlarga ja ustamasman. Xolodest qotib ag'darilganda chiroyli bo'lib turishi uchun shu zelinni nomini bilmayman, zelin, anor, bedini tuxum, sabzi, xil-xil pishgan go'shtlaridan solib tayyorlab adamga yetkazib turdim. Birin-ketin suvlarini solib, ish jarayonini ham tezlashtirib yubordik. Xolodestlarimiz 30 ta prozrachniy idishda, 3 ta piyolada, 6 ta kosada chiqdi. Tezda oshxonamni ham ko'rmagandek qilib tozalab qo'ydim. Xolodesimizga birdan ongacha baho beringlar.